Zarifxon, o'g'lim, to'xta. To'xta deyapman men senga. To'xtagin. Hammasi uchun meni kechir. O'g'lim, to'xta. Zarifxon, o'rtoq, qachon kelding? Nega xabar bermading? Vaqtim bo'lmadi. Nima bo'lgan bunga? Salomni ham nasiya qilding-ku, o'rtoq. Sen bu og'aylarda ko'rishmaysanmi? Tinchlikmi, nima bo'ldi o'zi? Jahon. O'rtoq. Hozir kayfiyatim yaxshi emas. Nima qilayotganimni o'zim ham bilmayman. Menga qara. Qani bir boshidan boshlachi. Nima bo'ldi o'zi? Men xato qildim. Juda katta xato qildim. Bir oy ichida hayotim ostin-ustin bo'lib ketdi. Mayli, rahmat aka. Oyi. Dada. Men keldim, qanisizlar? Oyi? Hech kim yo'qmi demaydi. Oyi? Voy, o'g'lim. Assalomu alaykum. Keldingmi? Bir og'iz aytganingda o'zim kutib olar edim. Sizlarni bezovta qilgim kelmadi, oyi. Sovg'a qilgim keldi. Dadam qanilar? Ichkaridalar. Dada, Erkatoy o'g'lingiz keldi, chiqmaysizmi? Ota o'g'il kelibdi-ku. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qani kel qani. Ahvollari yaxshimi? Yaxshi keldingmi? Bu aytmabsan-da kelishingni. Onang bilan kutib olardik. Hozir shuni aytib turadim. Dada, sizlarga sovg'a qilmoqchi bo'ldim, shuning uchun indamay kelaverdim. Bezovta qilmoqchi. Yaxshi. Qani ichkariga kiringlarchi. Qani? Hilola. Oyim bozorga ketgandilar. Bu uyda xizmatkorlar xo'jayiniga salom berishni bilmaydimi deyman. Assalomu alaykum. Qani unda biron nima tayyorlangchi. O'g'limni ham rosa qorni ochgandir-a o'g'lim. Xo'p. Yo'q, oyi. Qornim to'q. Samolyotda tushlik qilgandim. Hozir charchaganman, kirib damimni olsam bo'ldi. To'ppa to'g'ri. Menga qara. Hozir damini olsin. Keyin o'sha pishir kuydiringni qilaverasan. Ket. Yuring. Hop, kirib qo'yarsan-a? Sen ishing-ku. Kelibdilar-da xo'jayincha. Uzr-a? Tegib ketdi. Menga qara. Nimaga haligacha yerga tegmading? Yo'q. Chiqmayaptimi? Ha, to'g'ri. Xizmatkorga kim ham uylanardi? Axir seni peshonangga bizga cho'rilik qilish yozilgan. To'g'rimi?
Senga nima? Men bilan nima ishing bor? Bu sen sirama. Meni senlama. Hurmatingni bil, tushundingmi? Nima ishing bor men bilan? Ko'rishing bilan haqorat qilib boshlaysan. Men senga nima qildim? Nima bo'lyapti bu yerda? Keling, oyi. Ha, bu uyda xizmatkorlar o'zini o'rnini bilmay qopti. Bemalol xo'jayinlarni ham senlaydigan bo'lib ketibdi-yu. Nozima, nega Zarifxonga ovozingni ko'taryapsan? Senlashing nimasi? Menga qara. Meni va boshqalarning hurmatini qanday joyiga qo'ysang, o'g'limning ham hurmatini joyiga qo'y. Tushundingmi? Yo'qsa shu, yo'qmasa katta ko'cha. Ketishing mumkin. Seni hech kim majburlab ushlab turgani yo'q. Zarifxonmi? Qizim? Nozima? Voy. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi, bolam? Tinchlikmi? Nima yig'layapsan? Nima bo'ldi? Gapir. Oyijon, ketaylik. Bu yerda yashashni xohlamayman. Nega tinchlikmi? Nima bo'ldi? Ha? Nima bo'ldi? Yig'lama. Qayerga ham borardik, bolam? Boradigan joyimiz yo'q. Na uyimiz, na qarindoshlarimiz. Bolam, qara. O'qishingga 1 yilgina qoldi. Shu uyda egasi to'layapti kontragingni. Bilaman, oyi, bilaman. Lekin anavi o'g'lim menga ko'n bermayapti. Kelishi bilan yana boshladi haqorat qilishini. Sen e'tibor berma. Ha? Nima desam, indama. Zarifjon o'zi yomon yigit emas. O'zi u yaxshi bola, juda yaxshi bola. Xo'p, oyi. Ozgina sabr qil, jon qizim, ozgina. Ko'z yoshlarimizni artamiz. Ha? Jon qizim. Ovqating pishdimi? Ha? Suzgunda birinchi bo'lib buvijoningga olib chiqdim, xo'pmi? Bul qizim. Xo'p, oyi. Ko'z yoshlaringni art. O'zimda sal qizim. Bul. Buvijon, yaxshimisiz? Yaxshi bo'lib qoldingizmi? Xudoga shukr. Yaxshiman bolam. Yaxshi bo'ling, ilohim. O'zi dadamga aytgandim. Alohida hamshira gaplashishlarini. Voy bo'lama. Hamshirani nima qilasan? Ana Nozima har qanday hamshiradan yaxshi qarayapti. Iloyo baraka topsin. Sen bolam endi chet elga ketmaysan-a? Buvijon, boshqa ketmayman. O'zim o'g'ilay. Hammani o'qishi boshlansa, meni o'qishim tugadi. Diplomni olib qaytdim. Endi dadamning yonida ish boshlayman. Voy bolajonim, o'zim o'rgilay. Xudo yor madadkor bo'lsin bolam. Ilohim, buvijon. Siz sog' bo'lsangiz bo'ldi.
Nozimayam birinchi topshirganda kirolmagan edi. Xudoga shukur, mana kirdi, o'qishini davom ettiryapti. buvijon, nimaga har doim meni Nozima bilan solishtiraverasiz? Ha, u qiz bola bo'lsa, nima kerak unga o'qishi? Nimaga? Qiz bolayam albatta o'qishi kerak. Hayotda o'zini yo'lini topishi kerak bolajonim. Yaxshimisiz buvijon? Sizga ovqat olib keldim. Sizni dadangiz chaqiryaptilar. Mayli unda buvijon, siz ovqatlanib oling, keyinroq men yana kiraman. Xo'p. Keling, ovqatlanamiz. Ha, yo'l bo'lsin, qayerga ketyapsan? Qovog'ingni yuvib olib. Institutga. Ha, o'tir. Olib borib qo'yaman. Savob uchun. Savobingizni boshqa biriga qila qolarsiz. O'zing bilasan. Ha, yaxshi. O'zingiz yaxshimi? O'qishga ketyapsanmi? Ha, o'qishga. Institutga borib qo'yaman. Ha, nima qilyapsan? Ishing bo'lmas. Kim edi u? Ana yoshligingdan senga o'ralashib yuradigan bolami? Mening kursdoshim u. Kelishib bitta institutga topshiribsizlar-da. Tush. Nima? Mashinadan tush, o'qishga o'zing yetib ol. O'qishga borib qo'ymoqchi edingiz-ku? Shoshyapman. Keyin menga o'qishing qayerdaligini ham aytmading. O'zing yetib ol. Tush. Yaxshi yetib oling, boyvachcha. Yaxshi qoling, xonimcha.